Toshkent shahrida o'tayotgan 58 xalqaro kimyo olimpiadasi doirasida mas'uliyatli nazariy imtihonlar muvaffaqiyatli yakunlandi. Ayni bosqichda esa yosh kimyogarlar 9 ta yo'nalishdagi murakkab masalalarni yechib, o'zlarining mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini sinovdan o'tkazdilar. Ma'lumot o'rnida dunyoning 90 dan ortiq davlatlaridan kelgan eng iqtidorli yoshlar bellashayotgan mazkur nufuzli olimpiadaning g'olib va sovrindorlarini tantanali taqdirlash marosimi 18-iyulda bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Nazariy bellashuvlar jarayoni haqida muxbirimiz lavha tayyorladi. 58 xalqaro kimyo olimpiadasining nazariy imtihonlari start oldi. Unda 100 ga yaqin davlatdan kelgan ishtirokchilarga 9 ta murakkab savollar taqdim etilgan bo'lib, ishtirokchilar 5 soat vaqt mobaynida ushbu savollarning javoblarini topishlari kerak bo'ladi. 10-yildan beri o'tkazilayotgan 58 xalqaro kimyo olimpiadasining eng muhim kuni bugun, ya'niki sinov imtihonlarining ikkinchi bosqichi, nazariy bosqichida turibmiz. Mazkur olimpiada Markaziy Osiyoda ilk marta o'tkazilyapti va aynan bu yurtimizga ishonib topshirilishi ham aynan yurtimizda hurmatli yurtboshimiz boshchiligida ta'lim tizimiga berilayotgan e'tiborlar va ularni aynan xalqaro maydonda O'zbekiston ta'lim tizimiga berilgan yuksak bir e'tirof sifatida qarashimiz mumkin. O'ylaymizki, mazkur olimpiada xalqaro kimyo olimpiadasi tarixidagi eng yaxshi olimpiadalardan bittasi bo'lib qoladi. Nazariy bosqichda ishtirokchilar kimyoning turli yo'nalishlari bo'yicha murakkab topshiriqlarni bajardilar. Sinovda maksimal 60 ball to'plash imkoniyati mavjud. Bu albatta o'quvchilardan chuqur bilim, tahliliy fikrlash va mantiqiy xulosa chiqarishni talab etadi. Bizga yozma ishni bajarish uchun 9 ta masala berildi va 5 soat vaqt ajratildi. 5 soat vaqt davomida ulgurish ancha qiyin bo'ldi. Taxminan 7-8 ta masala ishladim. Masala darajalari avvalgi yillardagidek qiyin bo'ldi, lekin qiziqarli va ancha narsa o'rganadigan masalalar ekan. Bu xalqaro olimpiadada ICOda birinchi marta qatnashaman, lekin bundan oldin bo'lgan Mendeleyev va Beruniy olimpiadalarida qatnashganman. The exam went pretty well. It was difficult, of course. Imtihon ancha yaxshi o'tdi, albatta oson bo'lmadi. Ayrim kutilmagan savollar ham uchradi. Ammo umumiy hisobda barchasi joyida deb o'ylayman. Savollar kimyoning turli yo'nalishlarini qamrab olgani uchun ishtirokchilardan deyarli barcha mavzular bo'yicha chuqur bilim talab etildi. O'zbekistonda yaratilgan sharoitlar esa juda yaxshi. Xususan 2 kun avval laboratoriyalarda bo'ldik va ular katta taassurot qoldirdi. Bugungi imtihon o'tayotgan maskanda ham ishtirokchilar uchun muhit yaratilgan. Umuman olganda bu yerdagi barcha sharoitlar menga juda ma'qul bo'ldi. Ishtirokchilar uchun hayajonli daqiqalar hali oldinda. Yakuniy natijalarda yuqori ko'rsatkichni olganlar oltin, kumush va bronza medallari bilan taqdirlanadi. Olimpiadaga O'zbekiston yuqori darajada tayyorgarlik ko'rgan. Bu yerdagi mehmondo'stlik, insonlarning samimiyligi menda katta taassurot qoldirdi. Xalqaro kimyo olimpiadasining O'zbekistonda o'tayotganidan juda mamnunman. Aytishim lozimki, bu yilgi topshiriqlar o'tgan 2 yildagilarga nisbatan ancha qiyin bo'ldi. Shu bois shogirdlarim haqida biroz xavotirdaman. Biroq ular muvaffaqiyat qozonib, medallar bilan qaytishlariga ishonaman. Dunyoning turli davlatlaridan kelgan yosh iste'dodlarni bir maydonda jamlagan ushbu nufuzli bellashuv O'zbekistonning xalqaro ilmiy maydondagi o'rni tobora mustahkamlanib borayotganini yana bir bor namoyon etishi bilan bir qatorda yoshlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni, tajriba almashishni rivojlantirishi bilan ahamiyatli.